2025 yilgi yangi Chevrolet Cobalt haqida eshitganmisiz? Agar hali bo'lmasa, hozir sizni butunlay yangi dunyo bilan tanishtiraman. Bu mashina oddiy Cobalt emas, bu yangilangan, qulayligi va ishonchliligi bilan ajralib turadigan sedan bo'lib, ayniqsa O'zbekiston yo'llarida o'zini namoyon qiladi. Avvalo, tashqi ko'rinish. 2025 Cobalt avvalgilardan ancha farq qiladi. Oldi qismi yanada zamonaviy, LED faralar, agressiv radiator panjarasi va silliq chiziqlar uni zamonaviy va jozibali qiladi. Rang tanlovi ham ko'paygan. Oq, qora, kumush rang, hatto qizil rangni ham tanlashingiz mumkin. Ko'chada bu mashinani ko'rib, ko'zingizni olib bo'lmaysiz. Ichkariga o'tamizmi? Keling, eshikni ochamiz va Cobalt ichiga kiramiz. Sizni keng va yorug' salon kutib oladi. O'rindiqlar ortiqcha bezaksiz, ammo zamonaviy va qulay. Orqa o'rindiqlarda ham joy yetarlicha, oilaviy safarlar uchun ajoyib variant. Old panel zamonaviy sensorli ekran, Bluetooth va USB portlar bilan to'liq jihozlangan. Telefoningizni ulaysiz, sevimli qo'shiqlaringizni yo'lda eshitasiz. Video qo'ng'iroq qilsangiz ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Haydovchi uchun esa qulaylik maksimal darajada o'ylangan. Rul teri bilan qoplangan, barcha tugmalar qo'l ostida. Klimat nazorati, multimedia boshqaruvi, hammasi qulay joylashgan. Shovqinni yutuvchi materiallar tufayli mashina ichida jimlik hukm suradi. Tashqarida tirbandlik bo'lsa ham, sizga bu xalaqit bermaydi. Endi asosiy masalaga kelamiz: motor va yoqilgi sarfi. Yangi Cobaltda 1.5 litrli benzin dvigateli o'rnatilgan. Bu motor quvvatli, ammo iqtisodiy jihatdan ham tejamkor. Shahar ichida yurishda ham, uzoq masofada ham yonilgi sarfi juda maqbul. Avtomat va mexanik transmissiya variantlari mavjud. Kimga qaysi qulay bo'lsa, o'sha variantni tanlaydi. 2025 Cobaltda xavfsizlikka ham katta e'tibor qaratilgan. ABS tizimlari, havo yostiqchalari va orqa parkovka sensori mavjud. Shuning uchun yangi haydovchilar ham o'zini ishonchli his qiladi. Orqa ko'rish kamerasi esa mashinani tor joylarda to'xtatishda asqotadi. Bundan tashqari, yangi Cobalt narxi hamyonbop bo'lib qolmoqda. Shu sababli talab juda katta. Aksar yosh oilalar yoki yangi haydovchilar aynan shu mashinani tanlashmoqda. Chunki u qulay, ishonchli va asosiysi, servis va ehtiyot qismlar har joyda topiladi. Xullas, 2025 Chevrolet Cobalt bu oddiy mashina emas. Bu sizni yangi marralarga yetkazadigan, oila va do'stlaringiz bilan eng yaxshi xotiralarni yaratadigan ishonchli yo'ldosh. Agar siz ham zamonaviy, tejamkor va qulay sedan izlayotgan bo'lsangiz, Cobalt aynan siz uchun. Bugun siz ham yangi Cobaltni sinab ko'ring va yo'llarda o'zingizga yangi qulaylikni taqdim eting.